hokimlik sizdan yerni talab qilgan paytda bu hokimlik organi bilan qandaydir kelishuvga erishaman, kelishuv tuzaman deyishni foydasi yo'q. Yoki shantajlik qilishni, men buni auksiondan sotib olganman deyishning foydasi yo'q. Auksiondan sotib olgan taqdiringizda ham bu yer uchastkasi sizga ijara huquqi asosida berilgan. Agar bu narsalarni inkor qilsangiz, siz sudda yutqazishingiz mumkin. Kelishuv tuzish, mediatsiyaga erishish deganda mazkur yer munosabatlariga oid holatlar, da'volar yuzasidan kelishuv tuzilmaydi. Tuzilgan kelishuv ham oldin tuzilgan bo'lsa, bu haqiqiy bo'lmaydi. Mayli sud tasdiqlab bergan bo'lsa, sud o'zini qarorini bekor qiladi. Endi nima asoslarga ko'ra yer uchastkasi olib qo'yiladi? Hokimlik sizdan yoki yer egasi sizdan qanday talab qo'yishi mumkin, qanday asoslarni qo'yishi mumkin degan narsa uchun.